Oyda shvedlardan boshlandi. Doston aka, ko'rsating bularda aka. Shved pachkalar ha. Aka zo'rlar kiygan aka, pachka xunachilar kiygan. Doston aka 500 ta like, 500 ta kommentariyaga $100 aka. $100. Ha, like bosib kommentariyaga chiroyli bitta fikr yozib qo'ysa aka $100, xolos bitta odam, xolos ikkita odam bo'lib berasiz aka, o'zingiz. Like bosib turib, bosdim deb kommentariya yozib qo'ysa aniqlab olamiz. Realniya berasiz. Keyingi videoda aniqlab olamiz aka. Aniqlab olamiz. 500 ta like, 500 ta kommentariyaga zo'rlar kiygan aka. Aka. Gap, bitta yurgizgan shaqqa aka. Oyda shvedlardan, Doston aka. Gap yo'q. Atrofida ekan. Aka biz 1.15 ga olishyapmiz. 1.15. Ha aka, biz yengil aytaman. 10 santimetr kamaytyapmanmi? O'lchamaganman. Bu qani pachkasini so'ragan kelamiz. Voydo shved novoslar keldi aka, ko'rishsin. Novosi ham bor, xudo xolasa. Ikkita novos kelgan. Gap. Hey, joning sog' bo'lsin. Toza, galishtinga semental gibrid aka. Gibrid. Ha. Aka endi kuray buzyapti, endi buzyapti. Ha. Xudo xolasa bu qadar tayyor aka. Turishini qarang. Doston aka. Voydo gibridlardan aka. Gibrid. Doston aka. To'qol so'raganlar aka. Mana aka shved xunajini so'raganlar bormi aka? Ha. Ko'rinyaptimi aka? Ko'rinyapti. Qanaqa mollar ekan aka? O'zingiz ko'ryapsiz. Semental Ukraina galishti. Shu xunajilar, novoslar ko'pinchasi aka. Ashitdan chiqyapti. Mana shu yerda tutemdilar. Hadi mana aka. Zo'r. Aka Ukraina otasi ekan. Gap yo'q. Bugungi nimalar bor endi aka? Aka, xudo xolsa Ukraina, semental, gibrid, shved, toza semental, shved novoslar hammasidan bor aka. Gibridlar bor aka. Sistemdan ham bor. Pachkalari bor ekan, xudo xolasa. Aka, buqalarni ko'ryapsizmi pachkaligini? Buqalari ham bor. Xudo xolasa bu yoq aka-ukalar nasldorchilikka xunajin. Hammasi sut yo'nalishida zo'rlardan boqaman degan aka-ukalarimiz, opa-singillarimiz bo'lsa, bu video aynan sizlar uchun. Video boshidan mehnat uchun mana shunday like bosib qo'ysanglar, xudo xolasa aka-ukalar beminnat xizmatdamiz. Manzillarimiz Andijon, Shahrixon, O'rta Sharxon. Abdurahmon akamizni mini fermasi. Xo'p, sanamiz 23-yanvar kuni erta tongda qo'yiladi. Videomiz bir kun oldin olinyapti. Xudo xolasa aka-ukalar, sovuq kunda qaynoq videolar erta tongda. Xudo xolasa kirganingizda kayfiyatingiz ko'tariladi. Sababi nasldoridan, zo'ridan izlab yuribsizmi? Mana sizga tavsiyamiz. Xudo xolasa aka-ukalar, buqaga tayyorlari ham, xudo xolasa bahorga chiqib qo'yadiganlari ham bor, hammasi yo'nalishida. Bir boshdan ma'lumotlarni beramiz, faqatgina aka-ukalar erinmasdan ko'ringlar. Dastlabki O'zbekiston bo'ylab bor kelishilgan holatda. Xudo xolasa mana ukamizni o'zi yetkazib beradi. Qani, assalomu alaykum. Tanjoningiz sog'mi? Yaxshi yo'ldingiz aka? Ishlar bilan aka. Xudo xolasa unga yaxshi manzil olib kelganmiz. Bugacha ham bor uchtacha. Aka, xudo xolasa video kuzatishyorsin. Musofir yurgan akalarimizga salom tilab qolamiz aka. Hojonalarni ko'raversin videoda, chiroyli qilib uyga yetkazib beramiz aka. Olgan odamga aka baraka topadi. Narxi yo'lida qo'yib beramiz. Yo'lida. Aka, buzoq ko'p, sotishimiz kerak maqsad. Yo'lda qo'yib beramiz, dastlabkasini yetkazib beramiz. Yetkazib beramiz. Videoda oxirigacha ko'rishsin, kommentariyaga otingga rahmat deb yozishsin aka. Ular sut yo'nalishda hammasi. Arzimadan bitta like bosib qo'ysin. Gapda isboti hammasini mana orqalari katta, ko'tib puchmol umuman yo'q. Bu qanday semental? Shu taylarni ochib keting. Idishlarni bitta-bitta ko'rsatib ketaylik. Ko'ryapsizmi? Mana aka, mana. Gap. Aka hammasi bor, mana aka. Mana aka bo'qadi, shved qara, ey. Doston aka. Mana aka. Hammasi bor. Mana aka. To'rt joylar. Ko'ryapsizmi, bu qara aka? Bu qara. Endi ko'rsatganimiz sababi sut yo'nalishda. Aka, mana uni. Joning sog' bo'lgin aka. Bunimiz ham orqalari baland, to'rt joyda, xudo xolasa karobka holatda. Ikkalasi ham buqaga tayyormi yo bo'g'ozmi bular? Aka, yo'q, ikkovi ham buqaga tayyor. Buqaga tayyor, ha? Aka, xudo xolasa olsin, baraka topadi. Ikkovi bir joyga aka. Bir joyga. Narx yo'lida boshlayveramiz aka videoda. Yo'lida. Zo'r. Kechavering. Aka-ukalar like bosinglar, xudo xolasa narxlar yo'lida sizlar uchun. Mana. Doston aka. Aka, bunaqa zo'rlardan kelgan. Hey, joning sog' bo'lsin. 1.35 plyusga olsin. 1.35 plyus. Ha. Orqalar. Kura endi buzyapti aka. Xudo xolasa aka-ukalar, kura yormagan hali. Aka, telefonga ekranga sig'yaptimi mol? Gap. Bu qarayman. Xolasa sifati 100 taligidan aka-ukalar. Bu qarayman, oyoq qo'lini ko'rsin oyoq qo'lini. Gap. Doston aka, toza, galishtinga semental gibrid aka. Gibrid. Ha. Aka, endi kuray buzyapti, Ha. Xudo xolasa bu qadar tayyor aka. Buqaga tayyor. Ha.
Mana aka. Bu qarang aka. Sifati zo'ridan, xudo xolasa aka-ukalar olib boqib maza qiladiganidan. Bu qarang aka, uzunligini ko'ryapsizmi? Xo'p, bo'ylari ma'lumotini aytdik, endi uka narxini ham aytdik. Narxi yo'lida aka, ikkitasiga juyib qo'yib beramiz. Ikkitasiga jupa. Mana buni aka. Oyoq qo'li sog'lom. Aytib ketavering-ku, jupga ham keyin aytib 30 milliondan ozgina xayrini qilib beraman. 30 million. Ozgina xayrini qilib Yana beraman. xayri bor. Xudo xolasa olib borsa, xudo xolasa kuyib turibdi. Ketdi aka, qo'qonga xudo xolasa ikkitasi juyib bo'lib. Aka, qo'qonlar kalam ish qilyapti bunga aka. Ko'tlarni ko'rsating bir. Orqalari korobka, xudo xolasa Joningiz aka. sog' Maza bo'lsin. qilib, sigir qilib boqadigan. Naslni ham, zotni ham zo'r 100 talik beradi inshaalloh. Yaxshi buqa bo'lsa qo'yib qo'ysanglar. Hamma yo'q tanjon sog'lom. Aka, mana o'zi ko'rsatinglar-da. Zagonda aka. Rossiyskiy simental. Hozir baylanib chiqdi aka Zagonda. Zagonda. Ko'rsating bayliqqa tushayli. Ha. Zo'r. Xunajimcha aka. Bo'yi ham shu 1.35 chiqadi. 1.35 chiqadi. Oyoq qo'li sog'lom. Xo'p, egalasini jupiga olsa 30 danmi yo xohlaganini olishaveradi. Xohlagan olsin. Jupiga ham 30 dan. Jupiga ham, Ha. donaga ham. Ha aka, 30 milliondan. Jupasi yengiroq qilib berasiz, xudo xolasa. Xudo xolasa aka, xudo xolasa. Qarang aka, bu ikkovini bir joyi Yo'q. joni sog' bo'lganlar holatda aka. ekan-da bu. Zo'r. Bayroqqa tushmagan hali. Ancha yetmayapmiz aka. Bayliqqa tushmagan. Zagonda yursa ham bo'laveradi aka. Xudo xolasa. Aloqangiz ko'rasa, aka-ukalar, tepa liniyalari hamma yog'i go'zal holatda. Zo'r aka. Aka, xudo xolasa ko'rishaversa videoda arzon qilib uylarga yetkazib beraveradi. Endi bu yog'i Shved. Shved ba'zi. Voy dod degan shvedlardan kerak aka. Gap. Idishni qarang, zono idishda uka. Aka, bir 5-6 tasini oladi-yu. Aha. Shaning bittasini olgan pulimdan ham biramiz yoniga ketaveradi. 5-6 tas olgan. Gap. Bu qarang. Go'zal. Doston aka, Bom aka, 14-15 oylik aka Xunajim. Aha. Ha. Bir tutaylarni ko'rsatib qo'ying-da aka. Taylar. Mana aka. Tani joni sog'lom aka. O'zimizni mana shu toza savayskiy shvet aka. Aha. Jupi ham chiqyapti aka. Sifatlari yaxshi, orqagetlari baland. Bu qarang aka. Gap. Bitta yurgizgan shaqqa aka. Voy dod shvetlaridan. Ey Doston aka. Gap yo'q. Yurish-turish, oyoq qo'li sog'lomligi juda go'zal holatda aka-ukalar. Pachka. Shved. Oldi oyoqlarni stakan tuyoqlarni qarang aka. Sut yo'nalishda boqaman degan aka-ukalarimiz bo'lsa, mana sizlarga bolani ham 100 talik zo'r beradigan. Mana Doston aka. Jup aka ikkovi Aha. bir joyga ketaveradi aka. Bir joyga. Yakka ham ketaveradi aka. Yakka. Xunajim ikkovi ham 14-15 oylikdan bir 2 oydan keyin bahorga chiqib qo'yaveradi aka. Aha. Oldi oyoqlarni ko'rsating bularda aka, old kallalarni. Stagan tuyoq. Shaqaga ish qilib, kallasiga ish qiliblarga ko'rsating aka. Shvet so'raganlarga. Zo'r. Gap yo'q aka. Aka, 22 milliondan. Bir joyga 44 bir million. joyga. Bir joyga olsa 43 million kami bor. Yakka dukka 22 milliondan xayri bor. Xayri bor. Keling. Xayrini qilib beramiz. Dastlabkasi bitta olsa aka vodiy bo'ylab, ikkita olsa Toshkentgacha. Toshkentgacha Ha. ketdi. Zo'r. Bo'ylar ham Ular narxlar. primeni aytib o'tib ketavering bo'ylarni. Bo'ylari endi 1.25 atrofida ekan. Aka biz 1.15 ga olishaversin. 1.15. Ha aka, biz yengil aytaveramiz. 10 sm kam aytyapmanmi? Aha. O'lchamaganman. Prosta uyga borib 1.5 metr chiqsa ham rahmat aytadi. 1.30 chiqsa deganim. Zo'r aka-ukalar. Joningiz sog' bo'lsin. Turishini qarang. Doston aka. Qarang buni. Voy dod gibridlardan aka. Gibridlar. Ha, rossiyskiga shved gibrid aka. Pachka ekan, Ha, qorovli rossiyskiy. Bir tutaylarni ko'rsating tutaylarni. To'ylari ham mana. Aka bu rasmga shunday turib beryaptimi o'zi yo shunday turadi deb o'ylaydi. Turishni qarang. O'rgatib qo'yasiz aka buni. Jon aka pastkaligini qarang, ko'tlarni, oyoqlarini. Qimillatmang, turaversin. Xo'p, uka necha oylik bu? Aka 7 oylik, 7-8 oylik atrofida aka. Ha. Aha. Hali yoshiga yetmagan. Yoshiga yetmagan. Kuzga borib, yozga borib qo'yaveradi aka. Zo'r. Xunajimcha aka. Bo'ylari eng kamini aytaman, biri 10 plyus olsin. 10 pil. Biri 20 ham chiqib qoladi, biri 10 plyus olaversin. Kamini aytaylik, uyga borib xursand bo'ladi. Zo'r, gap yo'q. Tanjon sog'lom. Aha. Обязательно bir hafta garantiya beraman tanjonga. Garantiya beramiz. Yashirik bilan garantiya bermaydi aka. Narxini nima deymiz? Narxi aka 18 million. 18 million. Ha. Yanachi. Yo'q aka, yengil aytdi o'zi. Necha kam bor? 200 ming yotib beraman bo'pti. 200 ming. Yengil qo'yyapman aka. Yengil bozorlarga solishtirishaversin aka. Behijola 17 million 800 ming kami bor. Gibrid narsa Xunajim. Gibrid, zo'r. Oyoq qo'li sog'lom. Boylavering. Mana akalar, yurish-turishlariga e'tibor beringlar. Xudo xolasa go'zal. Orqasi qarab pachkaligini aka. Idish ham zo'r ekan. Xudoga ham zo'r. Xudo xolasa sut yo'nalishida. Doston aka.
To'qol so'raganlarga aka. Hammasiga shu yerga turibdir deb o'rgatib qo'yasiz-da. Ha, o'zlar aka bo'ladi. Tizib qo'yasiz. Aka xunajincha. Ha. German demayman aka, lekin toza shvet, katta molli bo'lasi. Molli bo'lasiz. Qo'ng'ir shvet, katta molli bo'lasi aka. Gap. Ha. Ko'ryapsizmi aka shvet xunajin? Yaxshi zo'r. Xunajin. Zavadskiy to'qol aka. Ha, oylik aka 7 oylik aka. 7 oy. Ha, xunajincha. Oshib kelsa 7 oy. Ha, aka men qarang. U so'rayapti, aka bozorlardan ham chiqmayapti, kamdan kam chiqyapti. To'g'ri. Ko'ryapsizmi aka Bozorda yo'q desa yolg'on bo'ladi, kam. Ha aka, kam. To'g'ri aka. Narxi aka yo'lida. Necha pul? Ha, 19 million emas, 18 million emas. Aha. 17 million 500 ming xayri bor. 17 million 500. Ha. Yana kami hayır. Kami bor, O'zbekiston bo'ylab ketaveradi bo'pti, ashinchida. Ozgina kelishadigan holatda. Kelishadigan. O'zbekiston bo'ylab. Aka-ukalar, xudo xolasa kelishadigan holatda. Aloqaga chiqsanglar, yana kelishamiz inshaalloh aka-ukalar, zo'ridan boqinglar. Mana sizlar uchun tavsiyalarim. Doston aka, mana aka shvet xunajini so'raganlar bormi aka? Ha. Aka men qarang mana. Ko'rsating o videoda aka. Mana. Aha. Ko'rinyaptimi aka? Ko'rinyapti. Qanaqa mollar ekan aka? O'zingiz ko'ryapsiz. Semental Ukrainka galishti. Shu xunajinlarni ovoqlar ko'pinchasi aka. Ashitdan chiqyapti. Mana shu yerda turibdi ustemdilar. Semental galishtilar turibdi aka. Ash fermadan. Xudo Ash fermadan. Kelajagi mana shu videodagilar. Aka videoda qashaki mol voqea faqat sutga ishlaydigan ferma. O'zimiz enasini ham beramiz endi. Ena olsa bolasimiz olamiz aka. Gap yo'q. Aka men qo'y, bag'balarni ko'rsating aka. Ey, Doston aka. Kallasini qarang, ichki qivozi bormi shvet xunajinni? Zo'r. Jo'ni sog' bo'lsin. Tutaylarni ko'rsating. Tutaylarni ko'rsating aka. O'g'ay, ko'rsating. Yo'nalishda boqaman desanglar. Doston aka. Ishlari zo'r. 4 oylik buzaq aka, 4 oylik. Ha, xunajincha. Pulichi. Yeb ichib ham yo'q zo'r aka. Puli 15 million kami bor. Bor 500 million to'layveramiz. 14,5. 14,5 kami bor aka. Kami bor. Kommentariyaga narxlar uchun otingga rahmat deb yozsin. Negativ yozayotgan akalarimiz kam uyda 100 tadan bo'lsin. Rahmat yozish o'zi negativ. Gap. Kam uyda 100 tadan bo'lsin aka, men havas qilaman shunaqa odamga aka. Zo'r. Aka-ukalar, aloqaga chiqasizlar. Endi yaxshi niyatda bo'lsanglar, Xudo xolasa Xudoyim sizlarga ham beradi. Inshaalloh yaxshi niyatda bo'linglar. Sizlar uchun shunaqangi olib kelishdan charchamanglar. Dostlarga qo'ng'ir shvet so'ragan aka-ukalarimizga katta molli bo'lasiz aka. Bu ko'rsatib qo'ying aka, oldi ayollarning polvonligi. Stakan tuyoqni ko'rsating. Bo'yinlarini ko'rsating aka. Mana. Ko'ryapsizmi aka polvonligini? Ko'rlarini ko'rsating buni. Xudo xolasa. Polvon xunajin aka. Orqalari pachka. Sifati zo'ridan boqaman deganlar. Necha oylik dedingiz buni? Aka bu 4 oylik. 4 oylik. Xunajincha. Bellarini ko'rsating aka. Zo'r. Bo'lgan turishni qarang, jo'g'on. Paketlari yaxshi. Uka o'zi bulardimda ko'rgan odamga Ha, maqtanga qo'yib tezda pulni aytamiz. Necha pul? Ha. 16,5 million. Hay, doshi chiqmay qoldi. Cho'chib ketdi 16,5 desa. 15,5 million aka. 15,5 Bom ish qo'z aka mana. Gap yo'q. Aka 15,5 million xunajincha. Xunajin. Ha. 15,5 million. Aka zo'r narx bo'ldi lekin, arzon aytdim. Endi uka qarangda, kelajakda yaxshi hosil olaman deganlarga yaxshi pulga olishadi. Zo'r pul. Aka yaxshi narsa olib kelib beryapman. Haligi Qashaki mol olib kelmayapman. 8 millionlik sigir 1 yildan keyin ham 18 million. Faqat yegani ichgani qoladi. Aka uni 2,5 million sigir chiqarishyapti. Ha. Ertadan keyin tuqqandan keyin nima bo'ladi bu mol? Jon aka? Bolasi 4 million, 8 million rostdan aka. Buni olsa 50 millionlik sigir qilib sotishsa maza qilib. Xunajincha aka. Endi ukaligi go'shiga, sutiga, bolasiga pichiydigan paytlar ketdi. Endi bu uji shunaqangi sifatli narsalar biznesga aylandi. Ha aka, stakan tuyoq, tuyog'iga e'tibor berishim birinchidan. Zo'r. Xunajincha 3 oylik aka. Tanjoni sog'lom aka, yeb ichishi zo'r birinchidan. Zo'r. Shu atxotdan video bor, mana shu xunajin. Sirg'alari, biliklari qulog'ida aka mana o'zi. Zavadskiy. Narxiga? Narxi aka 14 million, 13 million 500 ming. Aha. 13 million 300 ming ozgina xayr bilan qo'yaveramiz. 13 million 300 Ha, ming. ozgina foyda qilsa yetadi aka. Xudo xolasa kelishadigan joyi bor. Endi aka-ukalar, shvetlarimiz bu yog'i xunajinlar tugadi. Mana aka-ukalar. Endi bu yog'i nima? Aka bu yog'i Semental Eston. Aha, Semental Eston zo'rlaridan. Mana aka bitta Eston kelgan, bitta kelgan aka. Onasining videosi ham bor aka. Qaysi fermadan chiqqan, qanaqa molli bolasi, toza Estonni bolasi. Zavadskiy to'qol. Ko'rasizmi aka? Polvon xunajin aka. Gap yo'q. Eston. Tanijoni sog'lom, yeb ichishi zo'r.
Aka, Endi bular sutdan chiqib, o'tga kirib, o'tga keladi. bir Alolasa uyda kutsin. bir to'zib qaytib oladi, ha? Yo'q, aka, sutdan chiqib bo'lgan. Aha. Bir tulab olsa aka. Ya. Joni sog' bo'ling. Bu qanday uzunligini qarang, joni sog' bo'lsin. Yaxshi. Zavodskiy to'qol. Puliga Aka, puliga 15 million emas, 14 million qo'yib beraylik. Yo'lida bo'laversin, hamma yo'q, yo'lida bo'laveryapti. 14 million xayri bor. 14 million. So'rashib olaversin. Sodalash sunnat aka. Kami xayri bor, aloqaga chiqasizlar. Kami sizlarda. Hijolat. Aka bir jup, bitta novoz, bitta xunachi. Onasini, otasini, hammasi videosi bor. Kamplay ekan. Kamplay aka. Mana semental. Aka hali so'rashadi, tumshuq oq bo'ladi, pushti bo'ladi. Mana aka. Zo'r. Aka Ukrainka otasi kan. Uni olsa, Ha, u novot. Toza semental mol bolasi. Enasini videosi bor. Ko'tini pastkaligini olib qo'ying birinchidan. Novosda. Uruqqa ishlatsa maza qiladi. urib ishlaydigan ekan, Oyoq qo'li polvon. Xunajini ko'rsating. Gap yo'q. Xohlasanglar urib ishlaydigan novos olinglar, xohlasanglar sut yo'nalishiga mana Bu qarang. sementalni udarini olinglar. Doston aka, bir joyga bosib chiqarsa maza qiladi aka. Gap yo'q, zo'r. Aka, xunaji, bu novoscha aka. Oyliklar aka, 4 oylik, 4 oylik. 4 oylik. Ha, 4 oylikdan aka ikkovi ham. Zo'r. Bitta joydan chiqqan Oldida aka. qarang, uka, uni novos oyog'iga bitta e'tibor bering. Joning sog' bo'lsin. Aka, bir ay mol chiqaraman birinchidan. Zo'r narsa chiqaraman, yo'lida olaman, yo'lda sotaveraman aka. Zo'r. Ha. Uka, nima deymiz endi? Narxi qiziqda endi. Aka narxi yaxshi aka, o'ziga 25 milliondan emas. 24 milliondan emas. 23,5 milliondan yakka dukkaga, bir joyga 45 million. 45 million bir joyga. Bir pachka olgan. Ha, yakka dukka tanlab olaman desa 23,5 milliondan xayri bor aka. Semental xunachi, semental lavos aka. Gap yo'q. Xudo xolasa aka-ukalar, aloqaga chiqasizlar, aytilgan. Jubiga 45 million kam bor aka. Kelishadigan joyi bor. Dastavkalasi bor deb o'ylab aytishlar. Bo'ladi aka-ukalar. Balkim shu 25 millionga katta buqa beradi deyapti, balkim boshqa. Lekin hammasi o'zini beradigan hosiliga qarab. Toza semental. Gap. Zo'r. Sifatlari zo'r. Yurish-turishi, oyoq qo'li hamma yo'g'i sog'lom holatda. Doston aka, Zavodskiy to'qol aka, xunajincha. Galishdan onasining videosi bor. Videosi bor. Ha, qaydan chiqqan, qanaqa mol bolasi, onasi 32 ta sut beryapti, xunajincha. Galishdan moli bolasi. Ha, to'qol Zavodskiy. Zavodskiy to'qol. Ha, ko'ryapsizmi aka? Joning sog' bo'lsin. Oyoq qo'li hamma yo'q pachka aka. Shunda bu gibrid chiqqan bu hozir. Endi qanaqa novosa qochgan, lekin onasi galishdan ekan aka. Galishdan moli bolasi. Necha oylik dedingiz? Aka 3 oylik. 3 oylik. Narxi. Narxi aka 14 million 500 ming. 14 million 500. Ha. Xudo xolasa kelishadigan joyi bor. Mana aka-ukalar, sut yo'nalishida boqsanglar, oyoq qo'li uzunidan, sifatlari zo'ridan maza qilib boqinglar. Sotganda ham xudo xolasa yaxshi pulga sotasizlar inshaalloh. 14,5 million aka anaqa beramiz aka. Zo'r. Mana aka yana bitta. Aka, ha. Qanaqa molga semental qo'yilgan aka? O'zimiz mensi mollarga semental qo'yilgan. To'g'risini aytsa sotilishi kerak. Gap. Ha. Gibrid tushgan aka, xunajincha mana aka. Ha, 100 ga 100 semental deb buni sotaman. O'zimiz mensi molga semental qo'yilgan. Xunajincha. Ha. Hali puli yengil so'raganlarga aka. Puli yengil. Ha, xunajincha. Aytingchi. Aka puli 12 million emas, 11,5 million xayri bor aka. 11,5 Ha, million. narx yo'lda qo'ydim aka. Bunga ko'p talashmasin. Ozgina xayri qilib, dastakasi mayli qilib beraman Xudo uygacha. xolasa yana kelishamiz, ha. Ha aka. Gap yo'q. Bitta yurgizib qo'ying yoshaqqa. Joning sog' Mana yurish-turishlari, oyoq qo'llari sog'lom. Doston aka, mana semental xunachi aka. Otasi Ukrainka aka. Ukrainka novos otasi. Onasi semental aka, videosi bor. Tashlab beramiz so'raganlarga. Sirg'asi o'ta aka prem filmida tug'ilgan, urilgan. 25 kunlik, to'qol. Ekan o'zi ham. Ha, ko'rsating aka. Gap yo'q. Xunajini pachkaligini ko'rsating aka. Sifatlari yaxshi. Buni qarang aka. Olib bir maza qilib foydalanadigan. Sut emadi aka. Silyos kepa ham yeyapti, sut emadi. Sut emadi. Ha. Bir 15 kun, 20 kun sut bilan boqishadi, keyin to'liq o'tga kirib ketadi, ha. Ha, bor bir oy vaqtda sut bilan. Bir oylik. Ha. Lekin polvonning bellarini qarang aka. Joning sog', pachka narsada. Xunajini? Ha, xunaji. Xunaji. Sementagi Ukrainka gibrid aka. Narxini necha pul aytamiz? Agar narxi 14 million emas, 13,5 million qo'yib beramiz. 13,5. Ha, ozgina xayri bor aka. Xayri bor. Ha, joning sog' bo'lsin. Sut ham so'ragan ekan. Bitta so'zkasi bilan ketaveradi. Mingga ketavermaydimi? Yo'q, aka, yo'q. Necha qo'shishadi? Yo'q. 1100 ga bo'lish 1100 ga ketaveradi aka.
Gap yo'q. Turish chiqaring joningiz sog' Kelishamiz, bo'lsin. xudo xohlasa aka-ukalar aloqaga chiqasizlar. Zo'r, mana sistemni so'ragan aka-ukalarimiz bo'lsa, mana sizlarga tavsiyamiz. Dostlar aka, shved buqa aka ikkovi ham. Oyligi 4 oydan o'tib qolgan aka. 4 oydan Ha, sutdan chiqqan aka. Aha. Oldilarini ko'rsating aka. Qo'rqing, oyoqlarini qarang. Aka, Jonivor. o'zingiz mana video olyapsiz. Ancha-unchadan kelgan yo'q aka bunaqa buqasi. Xudo xohlasa haligi uruq ishlaydigan oyoqni qarang, buni baquvvatligi. Aka, ko'tlarini ko'rsating, bellarini ko'rsating aka buqalarni. Ko'rsating kallalarni. Illigi to'lalaridan. Illigi to'la aka, sutga to'ygan. Uruq ishlaydigan. Otasining davrida to'yib olgan aka, ota-onasining davrida. Gap yo'q. Zo'r. Necha oylikdan bular? Aka, bular aka 4 oydan o'tgan. 4 oydan. 5 oylar atroflarda aka. Ikkalasini bir savdo qilaveramizmi? Bir savdo aka, orqasini bitta olib qo'ying, yonlarida. Ikkiga ham sotamiz, pachkasiga ham uraveramiz. Jubamga ketaveradi, pachka aka, ikkovi ham. Ko'rsatyapsizmi aka orqalarini? Bellarini qarang aka. Oq shvet qarang, toza shvet qarang. Nagi qo'ng'ir shvet. Ko'rsating buni aka. Joningiz sog' bo'lsin. Xo'p, uka narxini ayting endi bular. Aka jupigami? Aha. Jupiga. 45 desa bizga yarashmaydi aka. Bu ota bobosiman aka Yuzmay bular. qo'ying, turarsiz. Bularni yetalash ham qiyin ekan. O'n qarang aka, joningiz sog' bo'lsin. 42 million berishsin bo'pti, xayrini qilib beraman. O'n qarang. O'n qarang. Joningiz sog' bo'lsin aka. 42 million. 42 million xayrini qilib beraman. Yakka dukkaga aka mana 22 millionga 20 million. 22 20. 20 million aka. Yana kelishamiz. Ha, xudo aka. xohlasa. Zo'r. Joningiz sog' bo'linglar. Aloqaga chiqsanglar, xudo xohlasa aka-ukalar kelishadigan joyi bor. Xo'p, Abdurahmon, Aka bugunga shular xudo xolasa. Aloqaga chiqishaversa, yengil qilib narxini yo'l qilib o'tkazib beramiz aka dastlabkasi bilan. aloqaga chiqinglar, xudo xohlasa aka-ukalar. Bugungi shular ketkizgan vaqtinglarga rozi bo'linglar. Birma-bir ma'lumotlarni berdik. Tushunmagan joylarga ekranda nomerlar, telefon qilsanglar, Telegram, WhatsApp, imo hammasi ishlab turibdi. Qolgan ma'lumotlarni beraveramiz.